qanchalik mashaqqat bo'lganini ular bilmaydi. Hayot shunday ekanligini biladi. Bu shu kitobda shu narsalar aks etganda, o'qigan odam bu shu narsalarni ich-ichidan o'tirgan Tog'ay yozgan, roman shaklida roman qilib yozgan. Davomida o'zlarimizning Qatag'on qurbonlari muzeyina borib ko'rsa, bu kitobdagi narsa qanchalik haqiqat ekanligini barchaga tavsiya qilaman. Tog'ay Murod otamdan qolgan dalalar. Ushbu roman oddiy bir dehqon farzandining hayotdagi kechirgan qismat haqida so'z boradi. Unda dehqon qulining butun umr ketmon chopib, kosasi oqarmasdan o'z ota-bobosidan qolgan merosni saqlashga, an'analarni saqlashga harakat qiladi. Farzandlarini, ota-bobolarini qadrlashga o'rgatishga harakat qiladi. Oilasida muammolar kelib chiqadi. O'sha paytdagi siyosiy tizimning uning merosini saqlashga urinishlarini qanchalik inkor qilsa-da, qiyin vaziyatlar shakllantirib bersa-da, asar qahramoni ortga chekinmasdan harakat qiladi. Ushbu kitobni o'qib chiqqaningizdan keyin istiqlolning qanchalik qadrli ekanligini, mustaqillik biz uchun bebaho ekanligini ich-ichingizdan his qilasiz. Men talabalarga, kitobxonlarga tavsiya qilgan bo'lardim. Ushbu kitobni o'qigandan keyin albatta Urganch davlat universiteti huzuridagi Qatag'on qurbonlari muzeyiga tashrif buyurishlarini. Kitobni o'qiganingizdan keyin muzeyga tashrif buyurar ekansiz, u yerda qanchalik bizni oydinlarimiz, ya'ni millatimizning oydinlari Qatag'on qurbonlariga uchraganini, o'sha davrda qanchalik qiyin bo'lganliklarini ich-ichingizdan his qilasiz. Ushbu kitobni barcha talabalarga o'qishni tavsiya qilaman.